17. savol. Bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga guvohlik berishning dalili nima? Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari bobidan 17. savol. Bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga guvohlik berishning dalili nima degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. Ba'd a'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga guvohlik berishning dalili nima? Javob: bu haqda Allah subhanahu va taala sura Ali Imron 18. oyatida mundaq deydi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Tercümesi: Allah adaletni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahlilarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah subhanahu va taala yana Sura Muhammad 19. oyatining bir qismida shundoq deydi: Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Tercümesi: bilginki Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Yana Allah subhanahu va taala Sura Sod 65. oyatining bir qismida mundaq deydi: وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Tercümesi: g'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sura Mu'minun 91. oyatining bir qismida: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. Tercümesi: Allah'ның balası yo'q. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Sura İsra 42. ayetinde Allah subhanahu ve taala yana mundaq deydi: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Tercümesi: Müşriklar aytgandek, Allah bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Allah ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alhamdulillah. Yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javob kitobidan İslam asoslari bobidan 17. savol. Bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga guvohlik berishning dalili nima degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.